Qo'lingizda faqat ko'rsatib, imo ishora qildingiz. Ko'p ishlatdingiz dedim. Birinchi bungizni qashlaysiz. Uni siz nima qilmadim deb yolg'on gapiryapsiz. Otabekka gapirishingiz kerak edi bu narsani. So'ga o'tiryapti, men gapiryapman, men gapirib kulishini olib chiqyapman, emotsiyasi. Aka ko'zingiz qirda pastdan qarab turib kulyapsiz, xohlamagan holatda kulyapsiz deyapman-da. Betingiz bekitib kulyapsiz. Bu narsani men prekrasno ko'rib turib gapiryapman-da. Aka, gapirayotgan paytingizda boshlanishi chap qo'lingizdan bo'lganda, boshlanishi keyin Otabekka nisbatan gapirayotgan paytingizda o'ng qo'lingizda ketyapti. Hamma harakatingiz o'ng qo'lingizda ketyapti. Menimcha to'g'ri gapiryapsiz bu paytda. Lekin boshlanishi, nuqtasi, oxiri faqat chap qo'lingizda beixtiyor qilyapsiz harakatlarni. Men sizni ma'nasiz demayman hozir. Siz meni ochib qo'yapsiz. Bu gapingizdan keyin biladi odam, ha, to'xta. Men mahkama, meni sherigim Boriy, Muzaffar aka, Shovrux aka, Hoji Mirni-yu. Uchta mahkama bo'lsangiz, bu sherigimiz emas. Demak, bu bilyapti. Bu kerakli inson ekanda meni tarsib o'tadi-yu misol. Ikkinchi tur bitta nafasingga qilgandan ikkinchi tur bosh to'xtab oladi. Uchinchi tur hayajonlanib gapiryapti. Men og'ir o'tiribman, men eshityapman aka. Odamni gapirishi bilan gapirishning farqi bor-ku. Dadil gapira olmayapti, qaltirab gapiryapti. Vijdonda bor. Qora akada ko'ra odamga biladi. Nimaga ma'lum? Live up, Bruce, what you